AQSh fond bozorida pre-market va after hours savdolari haqida eshitganmisiz? Asosiy sessiyadan tashqari O'zbekiston vaqti bilan tushdan keyin pre-market savdolari bo'ladi. Bu bozor ochilishidan oldingi savdo hisoblanadi. After hours esa bozor yopilganidan keyin bo'ladigan savdo sessiyalari. AQShning o'zida buni savdo qilish imkoniyatlari bor. O'zbekistonda ko'pchilik brokerlar bunga imkon bermaydi. Lekin biz savdo qiladigan brokerda asosiy kompaniyalar, ya'ni Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Amazon, AMD va Tesla kompaniyalarini pre-market va after hoursda savdo qilish imkoniyati bor. Nega bu payt savdo qilish kerak? Chunki asosiy yangiliklar ta'sir qiladigan payt o'sha yerda. Gap bilan ochilganlarni ko'rgansiz, to'g'rimi? Sababi kvartallik hisoboti chiqqan bo'ladi, narx unga ta'sir qilib bo'lgan bo'ladi va siz asosiy sessiyada faqatgina gapni savdo qilish imkoniyatingiz bor. Lekin after hours va pre-marketda o'sha gap sodir bo'lmasidan oldin yangilik chiqishi bilan savdo qilishingiz mumkin. Ushbu kompaniyalarni pre-market va after hoursda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, Examda ro'yxatdan o'ting. Buning uchun havolani video ostida qoldiramiz yoki Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.